Xurrak bu hozir dolzarb muammolardan biri. Dunyoda, yer yuzida bu muammo shu xurrak bilan nechtadir odamlar hayotdan ko'z yumyapti. Nimaga? Buni darajasi bor. O't bir xilla xurrak shunaqa darajada oladiki, yonidagi ayoli boshqa xonada uxlaydi. Shunaqa joyi bor-da. Lekin o'zini xurragidan turib ketadi. Shunaqa otgan. Rashi xurrak otib turib, orada nafas olmay qoladi. O shunaqa darajasi bor-da, bir xil o'tirib uxlaydi. Xurrakni davosi faqat o'sha xurrak bilan davolaydigan shifokorlar bor. Xirab deydi-da buni xurrak. O'sha buni sababi ko'p. Ves bo'lishi mumkin, tili bo'lishi mumkin, angina, burun to'sig'i, polip bo'ladi, hiqildoq qopqoqchasi, ko'p sabablar ko'p. Buni o'sha tekshiruvlar bor. Somnografiya deydi. Polisomnografiya tekshiradi. Agar o'zgarish bersa, jag'i qanaqadir katta bo'lsa ham xurrak beradi. Dash xulayotgan paytda tili ketib qoladi, nafas ola olmaydi bo'ldi. Gipoksiya beradi-da, ketdi. O'ladi, shundan o'ladi odam. 4-daraja bo'lsa, o'tirib uxlaydi odamlar. Buni davolasa bo'ladi, buni iloji bor. Operatsiya yo'llari bilan hozir qilinyapti bu narsa. Plastika, ulib, palata plastika, anginani olib tashlab, burun to'siq qiyshuv bo'lsa to'g'irlab, shularni qilib, o'sha hayot sifatini o'zgartiryapti.